Farg'ona viloyatidagi maktab direktori va soliq boshlig'i ishi kun mavzusiga aylandi. Shu yuzasidan asl voqelikni miridan sirigacha aniqlash ishtiyoqi jamoamizni Farg'ona vodiysi sari boshlab, katta jurnalistik surishtiruv olib borishga undadi. Assalomu alaykum, xonimlar. Qaysi xonada o'tiradilar? Endi sizga biz bir yomon niyatda kelmaganmiz. Men sizga yomon niyatda kelsangiz ham, yaxshi niyatda kelsangiz ham, nima bo'lsangiz ham, qanaqa bo'lsangiz ham, yer sizga oddiy bu ekspertiza xulosasi uchun siz javob bering demayapsiz. eshitib turing. Javob bersangiz ham, bermasangiz ham, men bunga hech qanaqa sizga buni tushuntirib boshqa qilmayman. Nimaga? Shunaqa. Siz axborot berishga majbursiz. Yo'q, men bilmasam, tushunmasam bu ekspertiza, men ko'rmagan bo'lsam, nimasiga nima tanishib chiqsangiz bilasiz? Yo'q, tanishib chiqishni ham xohlamayman. Shuningdek, o'zi ammangiz uyda o'tiribsizmi? Katta xolamni uyda o'tiribman. Normalni gaplashaylik, normalni gaplashaylik. Katta xolangiz uyda, normalni gaplashaylik. Bu davlat tashkiloti. Normalni gaplashaylik. Berishga majbursiz. Majbur emasman sizga. Konstitutsiya 81-82-moddalarini o'qing. Siz o'qib, keyin nima qiling? Buni aqli baqir chaqirib ovozni ko'tarmaymingiz. Aqlli odam ekan. Siz bilan normalni gaplashsangiz men tushuntiryapman sizga. Tushunmayapsiz. Siz tushunishni xohlamayapsiz. Men tushunmayman ekan. Provokatsiya qilyapti odam. Hech qanaqa qonundan tashqarida gaplashgan yo'q. Qonundan tashqari gapiryapsiz. Umuman moddalarni o'zingizni bosib olinglar. Normalni gapiring. Qarang, tugagan ish bo'yicha siz mana bu moddalarni keltiryapsiz menga. Men huquq tarafdan men o'shana bo'lsa ham menga qizig'i yo'q. Men javob bermayman, xohlamayman. Tushundingizmi? Men xohlamayman. Jurnalistik faoliyat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 9-modda. Jurnalistik tekshiruv. Tahririyat xodimi murojaatlardan yoki boshqa manbalardan o'ziga ma'lum bo'lgan yoxud o'zi guvoh bo'lgan muayyan voqea, holat yuzasidan jurnalistik tekshiruv o'tkazishga, faktlarni, guvohlik ko'rsatmalarini to'plashda audio va video texnikadan foydalanishga haqli. Jurnalistik tekshiruv tergov va sud jarayonlariga ta'sir o'tkazmasligi kerak. Tahririyat xodimi muayyan voqea yoki holatga nisbatan shaxsiy fikrini ommaviy axborot vositalarida e'lon qilishga, agar voqea yoki holat yuzasidan tergov tugamagan bo'lsa, sudning hal qiluv qarori yoki hukmi qonuniy kuchga kirganidan so'ng jurnalistik taxminlarini shaxsiy mulohaza tarzida e'lon qilishga haqlidir. Ikkita holat bor o'zi, qarang. Bittasi o'sha vaqtida yo'q, o'sha tan jarohatlari, tushunmaysizmi baribir? Shu yer bu yoqqa bir urushgani kelmagan bo'lsak, hayronman endi nimaga bunaqa bir vohma qilasiz. Do'st bo'lib kelganmi? Yo'q, men hozir. Yo'q, siz shunga hayron qolayotganim oddiy provokatsiya yo'q bu yerda. Tushunmayman deyapsiz. Tushuntiryapman. Sizlar tushunmaganliklaringizni sen ham tushuna olmayman deyapsiz. Emin o'zida olganmiz, o'zida olgan narsani tekshiryapmiz. Hozir siz balki umuman boshqa odamdan kelgan qonun tekshirgan bo'lsangiz. Boshqa odam shunaqa ham bo'lishi mumkinmi yo'q? Unisiga tergovchi javob yo'q, tushundim. Kelgan odam javob beradi. Tushundim. Olib kelgan odam javob beradi. Gap yo'q, unga aniq yo'q. Qarang, boshqa odamni qonun olib kelgan bo'lishi ham mumkinmi shu holat? Rahmat, sog' bo'ling. Qarang, boshqa odamni qonun olib kelgan bo'lishi ham mumkinmi shu holat? Rahmat, sog' bo'ling. Farg'ona viloyat prokuraturasi bu borada nima ishlar qilmoqda? Ish hujjatlari to'xtatib qo'yilgani yo'qmi? Savollarga albatta javob olishimiz shart. Assalomu alaykum. Hormaylar. Ya, kulib kutib olasiz, biz ham xursand bo'lib ketamiz. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Aka, bizga o'sha prokuraturadan bir mas'ul shaxs kerak-da. Fuqarolar bilan ishlash bo'lmaydi. O'zi odam kirgizgan. Fuqarolar bilan emas-ku, bizga axborot xizmati bo'lsa, hozir aytamiz uni. Hozir 24-bo'limdan chiqib qabul qilishadi, kerakli xodimlarni chaqirish beradi. 2000 xodimni tayyor kirgizdimda, bizda ortiqcha narsa yo'q. Bir aniqlik kiritadigan bir ikkita savolimiz bor, qaytamiz. yaxshi gaplashamiz. Chiqadi. Shu, rahmat. Keling, e'tirof qilib ketaylik, mana shunaqa tabassum bilan, mana kulishib, qo'l berishib, so'rashgandan keyin biz umuman tanqid qila olmaymiz, til ojiz bo'ladi. Abror Muxtor Aliyni men o'sha vaqtda chet elda edim, qo'ygan videolarini ko'raman desam, reklamalar chiqib kelyapti. Reklama chiqdi degani uni modernizatsiyasi yoqiq degan. O'zi Abror Muxtor Aliyni o'zi YouTube kanalida pulni shaqillatib yig'ib yotibdilar. Do'stlar, keling, xolis bo'laylik va o'zimiz haqimizda birinchi fikr qilaylik, o'zimizga qaraylik. Ana undan keyin baralla bir
jarangdor fikrlarni bildiraylikki, boshqalarning qalbiga kirib borsin. Qalbga kirmaydigan fikrlaringizga to'g'risini aytsam, shaxsan bizni tupurib qo'ygan joyimiz bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling va bizni kuzatishda davom eting. Yagona sababi siz bizning kuchimizsiz. Yaxshilikni ko'rishing. Antikorrupsiya. Farg'ona viloyatidagi maktab direktori va soliq boshlig'i ishi kun mavzusiga aylandi. Bu yuzasidan aslida biz dastlab sukut saqlashni afzal ko'rgan edik. Ammo sud hukmi o'qilgach ham mavzu e'tibor markazidan tushmagan ko'rinadi. Hatto bu yoqimsiz voqeani dastaklab, aslida kimlarningdir manfaatini himoya qiladigan shaxslar minbarga otilishi juda qiziq tuyuldi bizga. Ayolning inson sifatidagi sha'ni, qadr-qimmatini himoya qilgan tomonlarni o'ta og'ir ayblov bilan malomat qiluvchi fatvoga jur'atli bir toifa ham paydo bo'ldi. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum, Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining aziz muxlislari, adolat ishqibozlari. Bir insonning shaxsiy daxlsizligi buzildi. Bir guruh jamoa ko'plashib bir insonni sharmanda qilishdi. Oqibatda ichki ishlar tizimi uyatdan yer chizdi. Xodimlar qilmishi esa jinoyat ekanligi isbotlandi. Masala deyarli hammaning esidan chiqayotgan edi. Ammo dunyo fanlari doktorimi, faylasufmi, kim o'zi bilmadik, bir mahmadona shaxs omma ekinzoriga qarata dabdurustdan o'q uzdi. Uning shu ayolni yonini olganlarning dayuslikdan nasibasi bor deya chiqargan og'ir xulosasi ko'plar qatori bizning ham qattiq g'azabimizni keltirdi. Tasavvur qiling, bu ayblov bilan donolar donosi butun mamlakat kishilarini, qonunchilik va uning ijrochilari, umuman juda ko'p fuqarolarimiz bo'yniga og'ir gunohni ilishga urinmoqda. Shu yuzasidan asl voqelikni miridan sirigacha aniqlash ishtiyoqi jamoamizni Farg'ona vodiysi sari boshlab katta jurnalistik surishtiruv olib borishga undadi. Gulira'no Qosimova ishi yuzasidan hukm o'qildi. Furqat tuman ichki ishlar xodimlaridan 2 nafari qamalib, qolgan 9 tasiga nisbatan xususiy ajrim chiqarilishi belgilandi. Xo'sh, aslida bu xunuk vaziyat yuzasidan isbot sifatidagi dalil va hujjatlar nima deydi o'zi? Tergovchi ushbu jinoyatlarni qay darajada asoslantirib bera olgan? Aslida kimlardir iddao qilishicha chiqarilgan hukm jinoyatchilarga nisbatan haqiqatdan ham adolatsizmidi va yoki aksincha kasbiga nomunosib bir guruh shaxslarga yanada og'irroq jazo tayinlanishi to'g'riroq bo'larmidi? Shu savollarga aniq javob olish uchun biz dastlab Qo'qon shahar tumanlararo sud med ekspertizasiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum, xonimlar. Qaysi xonada o'tiradilar? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Anvar aka? Yo'lchiyev Anvar aka siz. Hozir IO rahbarsizmi? Biz Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasidan Jahongir To'laganovman, Otabek Hamidov, hozir qolganlar ham bor edi. Aka, ikkita holat bo'yicha kelyotdik sizlarga. Bizda ekspertiza xulosalari bor edi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib borayotgan bo'lsangiz, har xil talqin ketyapti. Ya'ni ayrimlar chiqib ekspertiza xulosasi umuman o'sha holat bilan holati bo'lgan vaqtiga to'g'ri kelmaydi deb bergan xulosani deyapti. Ayrimlar, mana biz masalan aytamizki, yo'q, bu eski ekspertiza xulosasi, yangisi bo'lgan. Yangisida ekspertlar tasdiqlagan haqiqatdan o'sha holat, o'sha kunga bu tan jarohatlari to'g'ri kelishini degan fikrdamiz. Shuning uchun bizning qo'limizda hujjatlar bor. Endi faqat bu hujjatlar bilan xalqqa tanishtirib bo'lmaydi. Chunki bu yerda ko'p narsa yozilgan. Shuning uchun biz mutaxassislarga uchrashib kelyapmizki, o'zi holat qanaqa bo'lgan? Mana shu ikkita ekspertizaning qaysi biri birinchi bo'lgan, qaysi biri ikkinchi bo'lgan va bugungi kundagi qanaqa holatda? Shular, buni meningcha, qanaqa qarab
Har bitta xulosamizda tepasida mana kim o'tkazgan buni? Sattor Bahrorjon Ahmadjonovich o'tkazgan bo'lsa ekspertizani. Xo'p, ekspertning huquq va majburiyatlari tushuntirilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 68 moddasida. Ekspertning bila turib noto'g'ri xulosa berganligi, surishtiruvchi yoki dastlabki surishtiruv yoki tergovchi yoki prokuror ruxsatsiz oshkor qilganligi to'g'risida qo'llaniladigan O'zbekiston Jinoyat kodeksini 238, 239, 240 bilan ogohlantirilgan. Tushundingiz? Borib o'sha prokurordan ruxsat olasiz, keyin shu ekspertga uchraysiz, keyin ma'lumot olasiz. Bu xayolingizni tushingizda aytasiz, sababini aytaman sizga. Bu ish Men sizga ko'rib chiqilgan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, to'xtab turing. To'xtab turing. Eshitdimmi? To'xtab turing. Siz avvalo to'g'ri muomala qiling. Siz xayolingizda demasdan to'g'ri gapiring. Yolg'on gapiring. Odam bilan hurmatni joyiga qo'yib. Tushuntirmoqchiman, noto'g'ri Tushuntirmang menga. Tushuntiraman. Chunki tushunmagan bo'lsangiz tushuntirishim kerak sizga. Sababini aytaman. Biz ommaviy axborot rasmiy kanalimiz va ma'lumot olish huquqimiz bizni konstitutsiyadan yozib qo'yibdi. Agar bilmaysiz o'qib chiqing. Maylimi? Bu jinoyat ishini ko'rib chiqqunga qadar bu. Jinoyat ishi bugungi kunda sud tomonidan hukm o'qilgan. Xo'p, o'shanga men yana sizga aytyapman. Keyin men Sattorov emasman. Tushunyapsizmi? Siz hozirgi rahbarmisiz? Shu tashkilotda? Ha, hozircha vaqtincha. Siz javob berasiz, og'ayni kim javob beradi? Yo'q, buni bizda har bitta nimada mana u yozib qo'ygan ekspert o'zi javobgar mana bu yerda. Bo'ldi, unda rahbarsiz bering shu ekspertlarni. Bu hozir ishida, voqea joyida. Hozir больничныйda dedi-ku qizni. Voqea joyida. Yo'q, buni to'xtaydi, buni hozir sotib oldi deb ekan. Bu sotib oldi deb больничныйda. Hozir uyda damini olyapti. Asqarov qaytdi. Asqarov yo'q bizda. Nima berib turing 20 Xo'p, 2018da 2092 ni ham ko'ring. Mana shu ham bitta odamga berilgan nima? Bering. Hamdamov. Ha, Hamdamov otpuskada. Hozir hech kim yo'qmi ekspertizada? Men mana o'tiribman. Yo'q, ekspertimiz bor. Sifatida berib turing. Rahbar sifatida mana ikkita ekspertiza xulosasi turibdi. Qaysi biri oxirgi? Shuni ayta olasizmi? Hech bo'lmasa tushunasiz-ku. Yo'q, men buni tushunsam ham o'zi javob beradi, o'zi hal qiladi. Shunday siz savollaringizga. Har bitta ekspert o'zi javobgar, o'zi hal qiladi. O'sha achmoni o'qib berdim. Jahongir bo'lmasa nimani chaqira olasizmi? Taalluqli emas. Yo'q, tanlovli emasmi? Men aytib berdim. Buni ularda o'zi hal qiladi, o'zi javob beradi, o'zi qo'l qo'ygan. Nima shiddat? Bo'ldi. Bunisi avvalgiligini siz Ha, aniqlaysiz. o'zi ko'rib turibsizlar. Buni chislosiga qarab, mana chislosiga qarab aytavering mana. Chislosi boshlandi. 23 2025-kuni boshlandi. Keyingisi qani? Keyingisi mana uni aytyapsizlarmi? Ha. 24. Soatida farqimi nima? Bu 24 mana 24:01. Bu 21:04. Ha. Bu 21:04. Bu 24:04. Mana bu bo'ldi, demak shunaqa. Endi qarang. Bu yerda sizga biz bir yomon niyatda kelmagan bo'lsak. Men sizga yomon niyatda kelsangiz ham, yaxshi niyatda kelsangiz ham, nima bo'lsangiz ham, qanaqa bo'lsangiz ham, bu yer Sizga oddiy bu ekspertiza xulosasi uchun siz javob bering demayapsiz. eshitib turing. Sizlar bersangiz ham, bermasangiz ham, men bunga hech qanaqa sizga buni tushuntirib boshqa qilmayman. Nimaga? Shunaqa. Siz axborot berishga majbursiz. Yo'q, men bilmasam, tushunmasam bu ekspertiza, men ko'rmagan bo'lsam nimasiga Shuni tanishib chiqsangiz bilasiz. Yo'q, tanishib chiqishni ham xohlamayman. Shundaysiz, o'zi ammangiz uyda o'tiribsizmi? katta xolamni uyda o'tiribman. Normalni gaplashaylik, normalni gaplashaylik. Katta xolangiz uyi, Normalni gaplashaylik. Bu davlat tashkiloti. Normalni Siz axborot gaplashaylik. berishga majbursiz. Majbur emasman sizga. Konstitutsiya 81-82-moddalarini o'qing. Siz o'qib, keyin nima qiling? Buni qilib baqir chaqirib ovozingizni ko'tarmang menga. Aqlli odam ekan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 81-moddasi. Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ish olib boradilar. Davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishini kafolatlaydi. Ommaviy axborot vositalari o'zi taqdim etadigan axborotning ishonchliligi uchun javobgardir. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish
qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Siz bilan normal Men gaplashsangiz sizga tushunmayapsiz. men tushuntiryapman sizga. Tushunmayapsiz. Siz tushunishni xohlamayapsiz. Men tushunmayman ekan. Provokatsiya qilyapti odam. Hech qanaqa qonundan tashqarida gaplashgan Qonundan yo'q. tashqari gapiryapsiz. Umuman men moddalarni O'zingizni bosib olinglar, tugagan ish bo'yicha- normalni gapiring. Qarang, tugagan ish bo'yicha siz mana bu moddalarni keltiryapsiz menga. Men huquq tarafdan Men yaxshi o'shana tushunaman. bo'lsa ham menga qizig'i yo'q. Men javob bermayman, xohlamayman. Tushundingizmi? Men xohlamayman. Jurnalistik faoliyat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 9-modda. Jurnalistik tekshiruv. Tahririyat xodimi murojaatlardan yoki boshqa manbalardan o'ziga ma'lum bo'lgan yoxud o'zi guvoh bo'lgan muayyan voqea, holat yuzasidan jurnalistik tekshiruv o'tkazishga, faktlarni, guvohlik ko'rsatmalarini to'plashda audio va video texnikadan foydalanishga haqli. Jurnalistik tekshiruv tergov va sud jarayonlariga ta'sir o'tkazmasligi kerak. Tahririyat xodimi muayyan voqea yoki holatga nisbatan shaxsiy fikrini ommaviy axborot vositalarida e'lon qilishga, agar voqea yoki holat yuzasidan tergov tugamagan bo'lsa, sudning hal qiluv qarori yoki hukmi qonuniy kuchga kirganidan so'ng jurnalistik taxminlarini shaxsiy mulohaza tarzida e'lon qilishga haqlidir. Siz VBsiz u yerda hozir. Va bo'lganimda ham majbur emasman. Hop. Mana boringlar, ana shu prokurorning xodimini olib kelinglar. Bo'ldi, ruxsat bering desa boshqa qilishim mumkin. Prokuror- Keyin o'shanda ham Prokuror nima qiladi? men mana bu berilgan bermagani. tepasida bor. Xulosani prokuror bermagani. Prokuror bermaganda ham ogohlantirish bor Voy, berdi. Tushundingizmi? prokuror bermagani ekspertiza Voy. xulosasini. Sud bo'lgan, tugagan taqdirda ham Prokuror boshqa nima bo'lgan qiladi? taqdirda ham. Tushundingizmi? Qonuniy hammasi. Qonuniy. Berishga majbur emassiz. Ha, majbur emasman. Ay, xulosani sizlar bergansizlar, nimaga izoh bera olmayapsiz? Bunga izoh berilmaydi. berib turing. Sudda bordimi? Qarang, Eshitib qarang. turing. Sudda qatnashdimizmi ekspert? Ha. Javob berdimi? Javob berolmadi. Javob berilmagan bo'lsa, Javob o'sha berilmagani sudi uchun bularga bo'yicha vaziyatga oydinlik kirityapti. bo'ldi, o'shanga aytyapman. O'sha sudda chaqirasiz, yana javob beraveradi. Ismingiz nima aka? Menga qayta tayinlasa, men o'shani tushuntiryapman. Tartib-qonun qoidasi bor-da. Har narsani to'g'ri kirib, katta olayni uyimi boshqami demasdan, buni, mana uni eshitib turing. Eshitib turing, men o'sha aytyapman. Har narsani qonun qoidasi bor. Shu qonuniy davlatda yashayapmizmi? Qonuniy davlatda yashagandan keyin raz o'sha javob berolmagan bo'lsa, o'sha sud, tergov yoki vakolatli organ qo'shimcha ekspertiza tayinlaydi. Tushunyapsizmi? Qo'shimcha ekspertizada o'sha hal qilinmagan savollar qo'yiladi. Keyin o'shani atroflicha keyin uni hal qilinadi. Endi qarang, mana siz aytgan o'sha birinchi ekspertiza, o'sha sud mana ikkinchi ekspertiza mana yoningizga shuni bizga shularni aniqlik kiritib bering. Sababi biz hozir postalarga kirib sotuvchidan so'ramayapmiz, ekspertdan so'rayapmiz u. Siz prokurormisiz, sudmisiz yoki Men jabrlanuvchiman shunday. Ha, o'sha jabrlanuvchi buni qilib to'g'ridan-to'g'ri ekspertiza tayinlashga haqqi yo'q-da. Voy, ekspertiza tayinlamayapsiz. Ekspertiza tayinlaysiz, keyin surishtiruv olib borasiz, keyin javob Voy, berasiz. siz tushunmayapsiz, sud tugab bo'lgan bunda. Tugab bo'lgan bo'lsa ham, Izoh tugamagan bering. bo'lsa ham izoh Siz berilmaydi. BB bo'lganingizdan keyin tushunmadingiz-da. Yo'q, juda yaxshi tushunib turibman. Nimani tushundingiz? Juda yaxshi tushunib turibman. Nimani tushundingiz? nima ekan bu? Men javob savolingizga javob beryapman mana. Men bunga javob bermayman, hal qilmayman. Bo'ldi, sababi o'tkazgan ekspert keyin qo'shimcha hali aytgandek qo'shimcha savollar yuzaga kelsa, qo'shimcha ekspertiza tayinlansa, huquq idoralari tomonidan keyin hal qilinadi. Voy, sizga ekspertiza tayinlab bering deb kelmadik, mana unga izoh bering Men dedi. izoh bermayman deyapman. Nimaga bermaysiz? BBsiz u. Men o'tkazganim yo'q. Voy, vaqtincha boshqaruvchimisiz? Sizga izoh berilmaydi. Siz vaqtincha boshqaruvchimisiz? Bermayman. Fikrimni ham Nima qilasiz bo'lmasa bu yerda? Nima ish qilasiz? Ekspertman. Ekspert bo'lsangiz shunga fikr bildiring deyapmiz. Mendan olishiga haqqingiz Siz yo'q. vaqtincha boshqaruvchi bo'lganingizdan keyin haqqim bor. Yo'q, men vaqtincha boshqaruvchimanmi, ekspertmanmi? Men sizga aytyapman. Bo'ldi, bunga men qonuniy javob beryapman. Demak, qandaydir aybinglar bor. Demak, sizlarni mana shu soxtalashtirishda aybinglar bor. Siz kelsangizdan boshqasi kelsa ham qo'shimcha ekspertiza Yo'q, bular idoralar kelsa, Anvar aka tushundim. nimani? Sizlarni shu narsa surishtirib kelgan odamlarni bilan hali bir narsa informatsiya berib tushuntirib boshqa kelganimiz yo'q. Endi bu siz shunaqa qilmagan bo'lsangiz, demak qonunda bu yo'q degani emas-ku. Bu yo'q demak degani bo'lsa ham hali bo'lmaganmi? Ruxsat, mana shuni tushuntirasan Libo odamlar degan joyi bor. Bu odamga emas, biz ommaviy axborot vositasimiz. Qatdan bilamiz, qatdan keldingiz. Mana ko'rsatib turibman sizga. Ommaviy axborot kelgan bo'lsangiz ham sizga men tushuntirish Hozirni laboratoriyadan qayerqadir qochib chiqdi. Siz ma'lumot berishga majbursiz. Majbur emasman. Hozirligingiz bilan. Qaysi Ishlatmang. Bu xona. qo'lingiz tushadi. Bu davlat tashkiloti, xalqning uyi.
haligi aytgani siz katta xolangiz uyi emasmi? To'g'ri. Ana shunda to'g'ri gaplashing. U katta xolangiz uyi boshqa demasdan, ha? Davlatni, xalqni uyi. Любой tashkilotga borib, qaysidir bir xodim yo'q bo'lganda yoki u bo'yicha yuqori turuvchi rahbariga murojaat qilinadi. Hozir bu yerda yuqori turuvchi rahbar siz. Vaqtincha vazifa bajaruvchi. Hozir men bu bo'yicha qonun qoidasi bo'yicha Aka, sud o'qib bo'lingan-ku. o'qib bo'lingan taqdirda ham. U sudga qadar edi. O'qib bo'lingan taqdirda ham. Buni nimaga unaqa qildi, buni unaqa qildi emas. Bu yerda sizga shuni biz tushunmagan narsani, uni chunki element degan bir narsalarni sohani siz tushunasiz. Agar bu so'zni tushunganingizda siz oldingizga hech kim kelmas. O'shani men sizga aytyapman yana. Uni o'tkazgan ekspert birinchi o'rinda. Hozir yo'q, deyapsiz. Hozir yo'q. Keyin uni uchun men uni to'nka joylarini qayerda qanaqa nimaligini tushunmasam, o'tkazmagan bo'lsam, men javob bermayman, bilmayman. Noto'g'ri talqin bo'lib qolishi mumkin u. Yo'q. Keyin endi u tushungan, u bilgan narsani, e'tiborga olgan narsani men yo'q, o'shaning uchun har bitta ko'rgan o'zi hal qiladi. Shunday. Bu birinchi tomon. Bu yerda ikkita holat bor o'zi, qarang. Bittasi o'sha vaqtida yo'q, o'sha tan jarohatlari tushunmaysizmi baribir? Nega tushunmaysiz? Normalni gaplarda Sizga e'tibor bermayapti, og'ayni. menga aytyapman, menga buni tushuntirishga harakat qilmang deyapti. Xodim esim tushdi bo'pti, mayli. O'zini nimasi uchun o'zi javob berishi. Yo'q, o'shani aytyapman. Shu yer mana Bu yoqqa bir urushgani kelmagan bo'lsak, hayronman endi nimaga bunaqa bir voqma qilasiz. aka, o'zi do'st bo'lib kelganmi? Yo'q, men hozir. Yo'q, siz shunga hayron qolayotganim oddiy provokatsiya yo'q bu yerda. Tushunmayman deyapsiz. Tushuntiryapman. Sizlar tushunmaganliklaringizni Sen ham tushuna olmayman deyapsiz. Sizga o'sha kuni kelgan nimalar bor-ku, analizlar bor. O'sha analizlarda prokuratura tomonidan o'sha joyda o'rganilishda, pechatlanib, muhrlangan idishda kelganmi yoki alohida kelganmi u analizlar? Men xulosaga javob beraman. Yo'q, berganman. sizda olgan analizingizda aytyapman, 085 kimyo analizingizda aytyapman. Nimadan olib tekshirgansiz? Vijdon qilingan o'sha pechatlangan hujjatni ichidan olib tekshirganmisiz yoki salafon paketdan olib turib tekshirganmisiz? Xulosada ko'rsatganman, obyekt bir to'liq yozilgan. Siz menga javob xati bergansiz, nima endi javobdan nima qochyapsiz? Siz vijdon qilingan, men hozir aniq savol beryapman. Vijdon qilingan o'sha prokuratura, voqea joyiga chiqqan tezkor xodimlar olgan dori nimalar alohida kelgan sizga, o'shani ichidan olganmisiz analizni yo alohida olib kelishganmisiz? Alohida shu yerda olganmiz. Alohida sizga salafon paketda olib kelingan deb berdingiz o'tgan safar menga, to'g'rimi? Sizga u alohida salafon paketda bo'lsa, vijdon qilinmagan bo'lsa, u kimning analizligini qayerdan bilasiz? Bo'lib ham 22-kuni tushyapman bansaga, sizga 24, o'zingiz yozib berdingiz, 24:04 flakonda olib keldi deyapsiz. Men 24-kuni bansada bo'lmaganman, siz kimning analizini tekshirgansiz? Qarorda ko'rsatilgan, o'sha kuni ekspertlar chiqqanda qon olingan, qon o'zingiz topshirgan, to'g'rimi? Men bir kun reanimatsiyada qonda yuvilib, keyin kelib topshirganman. Agar men ichgan dorilar sizni mana nima sherigingiz sudda aytishdi, bir sutkada u nima zahar yuvilib ketadi. Bu 25 turdagi ukolda olgan dedi-da, birinchi yordam ko'rsatilgan dedi, to'g'rimi? Men 22-kuni bansaga tushsam, bir sutkada meni qonimni yuvib tozalab, 24-kuni kelib men topshirsam, lekin meni 22-kuni topshirgan analizlarim qayerda qoldi unda? Biz endi olib bergan. Sizga 24 deb olib berdimi? 24 deb olib berdi. Nimaga siz so'ramadingizki, nimaga vijdon qilingan narsalarda ichida analiz yo'q? Bu kimni oq salafon paketda bu kimning analizi deb so'ramadingiz? Ism familiyasi hammasi ko'rsatilgan-ku olib kelgan. Oq salafon paketda 24 deb ko'rsatgan, to'g'rimi? U kimning analizi? Men bankada bo'lmaganman. 23-kuni chiqib ketganman. Bir kun oldin chiqib ketgan bo'lgan. Bir kun oldin chiqib ketib bo'lganman. Ular qayerdan olishgan sizni qoningizni? Endi kim biladi u kimning analizi? Bansada yotganingizni olingan, tergovchilar. Bansada yotganimda 22-kuni olingan. U analiz Bahodir aka, ya'ni siz aynan o'sha analizlar Gulirona Qosiyovaga tegishli va 24-sanada berishgan, yozilgan. Siz uni ichidagi tarkibni aniqlagansizda, haqiqatda u kimga tegishli bo'lsa ham shu tarkib mavjud deb turib bergansiz, to'g'rimi? Shu o'shanda mana bu bor yoki mana bu yo'q deb xulosangizni bergansiz. Lekin u hali alohida salafon paketda u aynan Gulirona Qosiyovaga tegishlimi? Sizda yozilgani bo'yicha sizni taxminingiz o'shanga tegishli. Siz uni vazifangiz o'sha tarkibida nima bor, nima yo'qni aniqlab xulosani berish.
Endi bu Lekin bitta narsa masalan bor-da. majburiyatingiz yo'qmi? To'xta, bu holat yaxshi holat emas, oddiy holat emas. Nimaga bu oddiy salafan bozor paketida solib olib kelib berishyapti-da? Bu haligi bu o'ralgan, pechatlangan, muhrlangan, bir vejdok qilibmi, haligi qilib qilinadi-yu har o'zini nimalar bilan prokuratura yoki ichki ishlar tomonidan. Nimaga o'shunday qilib muhrlangan, muhofaza qilinib xavfsizligi nima qilinmaganda ochiq paketda olib kelib berding deb turib, olib kelib bergan odamga shu savolni aytib bermaganmisiz? Qayerdan olding buni? Ko'chadan? Yoki haligi nima deydi? Nimanikini bo'lsa solib kelganmi unisini hech kim bilmaydi. Eng qiziq qarorda ham yo'q analizlar. Qarorda ko'rsatilmagan analizlar. Yo, shuni siz so'ramaganmisiz? Mutaxassis sifatida. Mutaxassis sifatida bizga Gulirani o'sha ism familiyasi olingan joyi ko'rsatilgan. O'shani men xulosamda ko'rsatib o'tib ketganman. Men bitta narsa Nimada olib kelishgan yana bir marta ayting, nimada olib kelingan? hozir obyekt tasvirida hammasini ko'rsatib o'tganman. Xulosamda bor. O'sha narsani bilasiz-ku, bu. Endi bu qancha vaqt Xulosangizda uni oq salafan paket deb ko'rsatganmisiz? men ko'rsatgan o'sha nima olib kelgan bo'lsa o'shani qancha holati miqdorigacha ko'rsatib o'tganman. Qarang, bu Voqea- odam aka. Mana ko'p holatlarda olib keladi, to'g'rimi? Prokuratura, ichki ishlar tashkilotlardan, tegishli tashkilotlardan hujjatlarni olib keladi. Aslida mana siz bilgan, siz qabul qilishingiz kerak bo'lgan tartib bor. Mana bu ko'rinishda bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak, mana bu hujjatlar bilan bunga bunday kim oladi, kim qo'yadi. Shu tartib o'zi qanaqa aslida? Muhrlangan, pechatlangan, kimdir unga javobgar, uni qay tarzda olib keladi. Masalan, bog'chaga mahsulotlarni olib kelish uchun transportirovka, baliq va baliq mahsulotlari, go'sht va go'sht mahsulotlari, ularni alohida ta'ralari, sanitariya normalari. Sizlarda qanaqa bu jinoiy ishlar bilan tegishli bo'lganligi uchun qanaqa tartibda o'zi kelish kerak? Qonuniy, qanday tartib? Endi tergovchi meni qo'limga olib kelib beryapti, uni tekshirib berishga meni vakolatim bor. Iloji yo'q. O'zi aslida olmagan bo'lsak, bu yerda o'zida qonunchilik narsasini olindi, o'shani o'zini tekshirib qolgan narsasini qaytarish kerak. Nima unaqa qilmadilaring? Endi menga olib kelib bergandan keyin majburman uni Sizga ko'rib vijdon berishga. qilib olib kelib bermagan, u Men qarorda sizga javobingizni ko'rsatilmagan. aniqlik chiqarish uchun tashqaridan kelgan narsani ko'rib berishga vakolatim bor. Yo'q, qarang. Ilojim yo'q. Hop, sizni tushundim aka. Men sizni ayblamayapman, lekin bitta narsa borki, sizlarning yo'nalishinglarni tushunmayman hozir. Sizga olib kelib beryapti, ikkita vijdon qilingan, pechatlangan konvert bor, uning ichida dorilar bor. Lekin nima uchun analizlar salafan paketda keladi? Mendan o'sha kuni 22-kuni analiz olingan. Больницada, lekin u analizlar qayerda? 22 emas-ku, sizning qo'lingizga 24 bilan olib kelib beryaptimi? Flakonda nima deb yozilgan? Flakonda 24-chislosini sanasi ko'rsatilgan. Sizga shuni aytyapman. Men 24-kuni больницada bo'lmaganman. Uni tergovchi hal qiladi, olib kelgan odam menga qaror olib kelgan, qaror olib kelgan odam hal qilib beradi. Siz aytmaysizmi, misol nimaga bular vijdon qilingani, nimaga analizni vijdon qilmagansan? Qayerdan bilaman bu kimning analizini olib kelyapsan? Ol, men buni tekshirmayman deyolmaysizmi siz? Men tergovchi o'zini siz familiyangiz bilan olib kelgandan keyin majburman. Tergovchi qarorda ko'rsatmaganmi? Qarorda ko'rsatmagan bo'lsa ham qo'shimcha tekshiruv asos qaror tagida ko'rsatib ketyapti. Qaror tagida ham yo'q. Tergovchi sizga har qanaqa qonun olib kelib, shuni tagiga ism familiyani yozib olib kelib bersa, tekshirib beraverasizmi? Agar o'zini qo'lidan olib kelgan bo'lsa, Uni qo'lidan olib kelganingizni ko'rmagansiz. tergovchi olib keldi, tergovchi qo'ldan qabul qildi. Shunda Tergovchiga ishonishga majbur ekanda bular. majburmisiz ishonishga? Yo'q, o'sha narsasini ko'rib berishga vakolatimiz bor. Qo'shimcha bularga tekshiruv o'tkazish kerak. Masalan, email o'zida olgan emas, o'zida olgan narsani tekshiryapti. Hozir siz balki umuman boshqa odamdan kelgan qonun tekshirgan bo'lsangiz. Endi boshqa odam Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi yo'q? unisiga tergovchi javob Yo'q, beradi. tushundim. Olib kelgan odam javob beradi. Tushundim. Olib kelgan odam javob beradi. Gap yo'q, unga anaqa yo'q. Qarang, boshqa odamni qonun olib kelgan bo'lishi ham mumkinmi shu holatda? Rahmat, sog' bo'ling. Qarang, boshqa odamni qonun olib kelgan bo'lishi ham mumkinmi shu holatda? Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar, azizlar. Aynan ko'pchilikka mashhur bo'lgan o'sha ichki ishlar xodimlari bilan Gulirona Qosimova o'rtasidagi mojaro bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarni amalga oshirishni va'da qilgandik va biz aynan shu ish bo'yicha Farg'ona viloyatiga tashrif buyurganmiz. Mana hozir orqamizda sudmed ekspertizasi turibdi. Ya'ni o'sha o'zi glavvrachi, ya'ni bosh rahbari отпускada ekan. Uni o'rinbosari bugungi kunda vaqtincha rahbarlik o'sha lavozimini ijro qilish zimmasiga yuklatilgan ekan. Lekin bu ekspertiza xulosasi uchun siz javob bering demayapsiz. Eshitib turing. Sizlar bersangiz ham, bermasangiz ham men bunga hech qanaqa sizga buni tushuntirib boshqa qilmayman. Nimaga? Shunaqa.
siz axborot berishga majbursiz. Yo'q, men bilmasam, tushunmasam bu ekspertiza, men ko'rmagan bo'lsam nimasiga Shunda nima tanishib chiqsangiz bilasiz. Yo'q, tanishib chiqishni ham xohlamayman. Tushundingiz? O'zi ammangiz uyda o'tiribsizmi? katta xolamda uyda o'tiribman. Normalni gaplashaylik, normalni gaplashaylik. Katta xolangiz uyi, Normalni gaplashaylik. Bu davlat tashkiloti. Normalni Axborot gaplashaylik. berishga majbursiz. Majbur emasman sizga. Konstitutsiyaning tushundingizmi? 81-82-moddalarini o'qing. Siz o'qib, keyin nima qiling? Buni qilib baqirib chaqirib ovozni ko'tarmayman. Aqlli odam ekan. Hozir mana Sirojin akadan boshlasak, aka mana hozir bo'lgan o'sha suhbatdan umuman bu ekspertizalar уже tergov ham tugagan, sud ham tugagan. Bu oliy ma'lumotli oq xalatli farishtamiz bizga umuman yo'q narsa bilan vaj keltirib ma'lumot berishdan bosh tortdi. Yo, endi tergov jarayonida bo'lsa, buni tushunsa bo'ladi, lekin endi meni fikrim bo'yicha bu biz undan izoh so'radik xolos. Biz bu katta narsa so'raganimiz yo'q. O'sha chalkashliklar bor, shunga izoh bering desak, ular bosh tortdi. Ikkinchi holat bo'yicha ham ekspertizada ham ular ham kimni o'sha ekspertizani olganini o'zlari bilmaydilar, lekin shuni familiyasi bilan qanaqadir oddiy chunki bozorlikqa boramiz, shunaqa paketda olgan narsalarni shuniki deb yozib berishgan ekan. Shuni ta'kidladi va o'zi ham aytib turibdi, o'sha joyda boshqa odammi ekspertizasi bo'lishi mumkinmi desa, ha deyapti. Chunki u muhrlanmagan, pechatlanmagan, o'zi o'sha kerakli tartib qilinmagan. Shu. Otabek aka, fikringiz qanaqa bu oliyjanob ekspertiza haqida? Qisqaroq qilaman, albatta mana juda ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'lyapti. Mana o'sha Gulrona Qosimova, o'sha ichki ishlar Furqat tuman bu sudlarda mana komandan nomidan o'zim men qatnashib, Sirojning mana qatnashib ko'rib, o'zi sudda lol qolgandi. Bitta sudning jarayonida sudya, advokatlar, tomonlaridan berilgan savolga o'sha operlar bitta joyda o'zida turib 15-20 minut ichida 3 xil 4 xildan ko'rsatma berib olgani, bildirgi berganda boshqa, tergovda boshqa yaqushab qolgan edi. Endi hozir eslasangiz. Endi hozir mana shu yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda ko'payib ketdi. Ayrimlar orqasidan haligi PR qilaman deb, ya'ni eski qaysi bitta ekspertizani ko'rsatyapti-da, hech narsa yo'q edi deb haligi. Endi undan keyingisini hech kim ko'rsata olmayapti. Endi albatta bizning qo'limizda bor edi, lekin endi biz baribir hech qachon shoshmaymiz. Mana o'shaning uchun Farg'ona viloyati Qo'qon shahar o'sha sud medik ekspertizaga keldik. Mana kirishimizdan siz aytgandek o'sha haligi katta xolasining uyida hamma xohlaganini qiladi, lekin ekspertni bergan o'sha javobida hozir o'zim ochilib qoldi. Ya'ni aytgisi kelmadi, o'zi tartibi qanday, nima qilish kerak, o'zi pashovon deb turib haydab yuborish kerak edi. Tergovchini ham, boshqasini ham asli bular. Chunki javobgar bular. Lekin bu yerda o'sha bozor paketida, oq paketda ko'tarib keldi deyapti-da. Bu yerda analiz, mana siz savol berdingiz, u kimligi u analiz, uni bilmaydi, lekin yozib qo'yilgan. Hozir ertaga qo'pol qilayotgan bitta hayvonni qonini olib kelib turib yoki boshqasini olib kelib turib, u yerga palonchining ismi, familiyasini yozib qo'ysa, demak bular keyin buni odam emas ekan deb beradi. Bu odam emas ekan, bu maxluq ekan deb turib, bular ekspertiza xulosa berib yuborsa bo'laveradi. Lekin ming afsuski, mana shu ekspertiza xulosalari bir insonning taqdirini, bir insonning hayotini hal qilishga asos bo'ladi. Va buni tushungan va tushunmagan ekspertlarimiz bor ekan, biz bilmadim qanaqa kimga ishonib yashaymiz. Sud ham hattoki ekspertiza xulosasiga tayanadi. O'z hukmida, qarorlarida. Mana bunaqangi holatlar bor ekan, mana Qo'qon shaharida. Tergovchi olib kelsa, har qanaqa holatda ham ekspertiza xulosasini qilib beraverar ekan, unda tamom bo'lgan bo'lamiz. Tergovchiga ham kerak bo'lsa, mana bu tashkilotning mas'ullari pashol deya olish kerak. Qonuniy tartibda barcha narsa keltirilishi kerak. Mayli, hozir qarang, sizga bitta savolim Gulrona Qosimova. Mana shu ekspertizani bosh-boshdan nimasidan norozi bo'lgansiz? Boshidan bular bitta tan jarohatni o'ziga rahmat savol uchun Jahongir aka, bularda mana ikkita ekspert xulosa beryapti. Bular bittasi aytayapti, voqea 17-kuni bo'lgan bo'lsa, bittasi aytayapti, mana buni prokuraturaga nima beryapti-da, yo'q, ko'rsatmasida aslida birinchi ekspert xulosasi 7-10 oraliqda deb bergan edi, o'sha kunga to'g'ri kelar edi. Lekin nima bo'ldiki, viloyat prokuraturasida tergov vaqtida mana shu odamni chaqiryapti-da, mana ekspertni xulosa bergan ekansan, qaysi kunga to'g'ri keladi desa, 7-10 kun oldin bo'lgan
voqea taxminan mana bu yerda yozib ketyapti 14-11 aprelga to'g'ri keladi deyapti. Vaholanki siz ko'rgan videoda ham meni badanim unaqa momataloq bo'lgan holatini ko'rmaysiz. Bu eski deb bergan. Va keyin prokuratura bu o'sha kuni kaltak yemagan ekan. Bu oldin qandaydir kaltak yegan ekan deb turib bu jarayonga nima yopib yuboryapti, lekin yana bitta ekspert xulosasi borki, u ekspert undan keyingi ekspertiza xulosasida bu aynan o'sha voqea kuniga to'g'ri keladi deb bergan. O'sha kuni kaltak yegan deb bergan xulosani bular inobatga olmasdan turib, mana soxta ekspertiza xulosani so'roq savoldan o'tkazdirib yuborishgan. Xuddiki go'yoki nima bu kaltakda 17-kuni yemagan, bunga tan jarohatlari 14-kuni yetkazdirilgan, lekin butun dunyo ko'rdi o'sha o'zlari tarqatgan videoni. U videoda bunaqangi momataloq bo'lgan badanimni ko'rish mumkin emas. Ya'ni bular yana bitta voqea borki, bular endi analizlarida dori moddasi aniqlanmagan ekan. Shu mana soxta ekspertizani ichida bu o'sha kuni hushida bo'lgan ekan. Lekin meni knishkalarimni ko'rsangiz, o'sha tibbiyot knishkalarimni kechasi soat 11 da reanimatsiya bo'limida hushimga keltirilganim, bir sutka mobaynida menga 25 xil turdagi zaharni yuvuvchi dorilar ishlatilganini ko'rsatishgan. Endi bular hattoki aytayapti tergovchi ham qarorini ichida bo'lmagan analizlar. U faqatgina o'sha video qilganda dorilarni ikkita nima konvertga muhrlab guvohlar ishtirokida beryapti-da, buni analiz men 22-kuni больницаga tushgan bo'lsam, 23-kuni chiqib ketganman больницаdan keyin, o'zim hushimga kelganimdan keyin, chunki men uchun xavfli edi. Hamma oper nimalar o'sha yerda bosib ketgan edi больницani. Yana meni jonimga qasd qilishmasin deb chiqib ketganman. Bular lekin qanaqadir 24-kuni men 23-kuni ketib bo'lganman. Demak, mana endi hozir ko'rishingiz mumkinki, o'zlari ham tan olishyapti, salafan paketi kimnidir analizi 24-kungi chislo bilan olib kelinyapti. Men 23 больницаdan chiqib bo'lganman. Endi u kimni analizi Xudo biladi uni. Unda analiza javobi qanaqa bo'lgan? Keyin o'shani tekshirib turib, yo dori moddasi yo'q ekan deb turib ya'ni siz tomonga katta shubha bilan analizni yo'qotishgan. Analizni yo'qotib yuborishgan, chunki mendan 22-kuni olingan analizlar bekka yetib kelmagan. Analizni o'zi kim olib kelib bergan? Analizni tergovchi dedi. Yo'q, tergovchi olib kelib bermagan. Analizni uchastkavoy olib kelib bergan. Prokuratura xodimi emas. Prokuratura xodimi emas, militsiya xodimi olib kelib bergan. O'zi nachalnik militsiya haqida gap ketayotgan vaqtda. O'shaning uchun ham sud 417 bilan xodimlarning nimasiga biz chunki bularni isbot qilib berdik sudda. Shu uchun nimasini qaytardiki prokuraturaga. Bularni o'rganib chiqqan o'sha jarayonini. Demak, do'stlar, mana hozir videoda bo'lgan holatni ko'rdingiz. Mana hozir shu joyda shu IO rahbarlik qilayotgan glavvrachni o'rin bosari nima dediki, bu holat bo'yicha biz o'sha agar gapirsak, izoh berib qo'ysak, bunga javobgarlik bor, tergovchi bizni ogohlantirgan deb mana O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238, 240-moddalarini gapirib o'tdi. To'g'ri, bu tergov jarayonida agar aytilsa, muammo yo'q. Bu ishlaydi, javobgarlik bor. Lekin tergov tugagan, sud hukm o'qib bo'lingan, lekin shunda ham shuni o'ziga qalqon qilib turibdi bizning oldimizda. Shunaqangi rahbarlarga bitta gap aytaman-da. Shunaqa ayrim mana shunaqa qo'shtirnoq ichidagi o'zini lavozimiga munosib emas deb hisoblayman shaxsan men. Mana shunaqangi rahbarlar qulog'ingizga yaxshilab quyib oling. Bu ommaviy axborot vositasi O'zbekiston Respublikasini prezidenti Shavkat Miromonovich tomonidan bu yo'nalishda ochilgan. Undan oldingi siyosatda to'g'ri ancha jurnalistika yopiq bo'lgan, ancha bizga umuman ommaviy axborot vositalari o'zini fikrini erkin bildira olmagan. Lekin bugungi zamonni, bugungi prezidentning siyosatini tushunmagan mana bunaqangi mas'ullar umuman lavozimiga loyiq emas. Qonunni tushunmaydigan, qonunni to'g'ri talqin qila olmaydigan, tushuntirsak-da tushunishni xohlamaydigan. Bunaqa so'kvoraman hozir umuman olganda loyiq emas va bular albatta jazolanishi kerak. Qachon bo'lmaydi bunaqangi mas'uliyatsizlik, qachonki bular jazo olsa. Mana shu Sog'liq saqlash vazirligining matbuot kotibi bor. Ozgina orqangizni qimirlatib ishlang. Mana bularga kelib hech bo'lmasa dars o'ting, onlayn bo'lsa-da. Qani bu ommaviy axborot bilan hamkorlik? Qani bu ochiqlik? Bu davlat rahbari bu siyosatni siz katta qo'lingiz uyida ochib qo'yibdilarmi? Bu prezident siyosati, buni albatta qo'llash kerak. Bu yo'nalish oldinga qarab yurish kerak, rivojlanish kerak. Biz kirib dastavval yaxshi tushuntirdik, yaxshi muomalada bo'ldik.
Ana undan keyin tushuntirish xohlamayman, u qilaman, bu qilaman degandan keyin to'g'ri biz ham ozgina qo'pollashishga majbur bo'ldik. Do'stlar, kuzatishni davom eting. Hali bizning oldimizda viloyat prokuraturasining ko'rsatuv davomida sizni kutib turibdi. Xo'sh, bir nechta oilaning hushini boshidan uchirgan bu voqeada yakuniy yechim qanday bo'ladi? Farg'ona viloyat prokuraturasi bu borada nima ishlar qilmoqda? Ish hujjatlari to'xtatib qo'yilgani yo'qmi? Savollarga albatta javob olishimiz shart. Demak do'stlar, azizlar, vatandoshlar, biz bugun mana yana Farg'ona viloyat prokuraturasiga keldik. Aynan barcha jinoyatchilarni qo'zg'atgan va shu ishlarni sudga taqdim qilib hujjatlarini tayinlab olib chiqqan bino va shuni ichidagi xodimlar bo'ladi. Deylik, hozirgi 9 ta ichki ishlar xodimiga chiqarilgan xususiy ajrim bo'yicha ham aynan shu bino ichida surishtiruv, tergov harakatlari davom etadi. Biz holatga aniqlik kiritganda kelamiz va hozir ma'lumotlarni olib siz e'tiboringizga havola qilamiz. Ko'ramiz, davlat rahbarimizning ochiqlik siyosatidagi yo'nalishlari bu prokuraturada qanchalik ishlayapti. Qanchalik ishlayapti. Assalomu alaykum. Hormanglar. Kulib kutib olasiz, biz ham xursand bo'lib ketamiz. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Aka, bizga o'sha prokuraturadan bir mas'ul shaxs kerak-da. Hozir fuqarolar bilan ishlash bo'limini hozir odam kirgizganmiz. Fuqarolar bilan emas-ku, bizga axborot xizmati bo'lsa, Hozir aytamiz uni. Hozir 24-bo'limdan chiqib qabul qilishadi, kerakli xodimlarni chaqirish beradi. 2000. Hozir ikkita ayol kirgizdimda. bizda ortiqcha narsa yo'q. Bir aniqlik kiritadigan bir ikkita savolimiz bor, qaytamiz. Yaxshi gaplashamiz. Chiqadik. Shu, rahmat. Keling, e'tirof qilib ketaylik. Mana shunaqa tabassum bilan mana kulishib, qo'l berishib, so'rashgandan keyin biz umuman taqid qila olmaymiz, til ojiz bo'ladi. Demak, do'stlar, prokuratura binosida bo'ldik va tegishli mas'ullar bilan uchrashdik. Tergov bo'lim boshlig'i va axborot xizmati rahbari, bir murojaat bo'lim boshlig'i. Xullas, biz aniqlik kiritdik, o'zimizga qiziqtirgan savollarni, ya'ni xalqimizni qiziqtirgan savollarni bera oldik va ulardan qoniqarli javob oldik. Ya'ni qisqaroq qilib aytamiz, video tasmalarga olmadik, sababi surishtiruv jarayonlari ketmoqda va tez orada yakuniy qarorga kelinar ekan. Aynan xususiy ajrim masalasida ham hozir surishtiruv ishlari jarayonda ekan va tez kunda u ham yakuniy bir xulosaga kelar ekan. Erta hech kim hech qanaqa bo'lagan va'da berilmadi, boshqagan va'da berilmadi va albatta qonuniy ko'rib chiqiladi va qonun oldida javob beradi, kim aybdor bo'lsa degan adolatli fikr bildirildi. Farg'ona viloyat prokuraturasiga biz minnatdorchilik bildirgan holda, vaqtinchalik minnatdorchilik bildirgan holda o'ylaymizki, yakuniy qismi ham adolatli bo'ladi va bu holatni biz iltimos qilgan bo'lardikki, respublikadan turib nazoratga olishlarini. Buning boisi, bu iltimos nimadan paydo bo'ldi? Har xil bosim, boshqalarni biz juda ko'plab ko'rgan holatlarimiz bor va shundan kelib chiqib bizda xavotir paydo bo'ldiki, bu yoqqa ham qanaqadir bosim bo'lib turib, ishlar chappasiga aylanib ketmasin degan bir iltimos bilan chiqamiz. Bu qanaqadir to'polon yo boshqa narsa emas. O'ylaymizki, adolatli qaror qabul qilinadi va sudlar bo'ladi. Sudlarda ham mana shu 9 ta xodim javobgar bo'ladi va biz buni faxr bilan e'lon qilamiz. Mot bo'lganlar o'sha paytda qarsagini chalib, barmog'ini tishlab qolaveradi. Aka, qanaqa, nima deysiz? Hozirdan yo'q, shoshilmaylik, bir xulosa chiqadi. Yo'q, meni fikrim shunaqa. Ha, sizning fikringiz shunaqa. Shoshilmaylik, hali tergov jarayonlari ketyapti. Endi oldin bilasizlar, o'sha 9 ta odamga nisbatan, o'sha xodimlarga nisbatan jinoyat ishi ochilmagandi, chunki dalillar ham yetarli emas edi. Yetarli emas deb. Endi hozir dalillar bor. O'sha videolar, boshqa undan tashqari boshqa dalillar ham bor. O'sha dalillarni ko'rib chiqishib, keyin xulosa berishadi. O'shaning uchun aytyapman, biz bilmaymiz oldindan, lekin men o'zim hisoblayman, u yerda ularda ham jinoyati bor deyman, lekin o'zini mutaxassislari bor. Biz siz bilan o'ylaganimiz bilan endi qonun hammamiz o'qiymiz. Ishini bajaradi. Biz ham umid qilamiz. Farg'ona viloyati prokuraturasi o'sha tergovchilari o'sha qonuniy, adolatli o'sha qarorga kelishadi. Qabul qilinadi va xudo xolasa ish sudda yana ko'riladi degan umiddamiz. Shu, sizning fikringiz qanaqa?
Meni fikrim ko'nglingiz to'ldimi yo'qmi? To'g'risini ayting. hozirgi holatda ha. Chunki endi hozir mana sizlar ham eshitdilaring, sizlar bilan birga kirib nima qilganimizda aytishdiki, ijtimoiy tarmoqda ham agar ahamiyat bersangiz, ularning qo'lida bu videolar bo'lgan, lekin nima bularda aybi bo'lganligi uchun bularda ayblamagan. Aslida bu ayol bilan uni erkak aybdor, shu uchun mana ichki ishlarga teginmagan. Bu video ularda bo'lgan deyishgan edi. Lekin mana hozir ko'rdingiz, tergovni boshlig'i aytdi o'z og'zi bilan, bizda bu videolar mavjud bo'lmagan. Shu uchun dalillar yetarli bo'lmaganligi sababli ularning qismi oqlangan. 83 kun yopilgan. Mana endi dalillar bor qo'limizda. Endi buni o'rganib chiqamiz deyishdi. Ya'ni o'sha ular hattoki sudda ham shu aynan 9 ta qolgan xodimim yo'q, biz hech qanaqangi videoga olmaganmiz, biz hech yerda noqonuniy harakatni amalga oshirmaganmiz degan xodimlar bor edi. Sudga ham yolg'on ma'lumot berilgan. Sudga ham yolg'on ko'rsatma bergan. Bular hozir faqatgina bir tomonlama emas, hattoki sudda yolg'on ko'rsatma berish bilan ogohlantirilgan bo'lsa-da, u jarayon bilan ham aybi ko'rilib chiqiladi meni o'ylashimcha. Keyin men bundan oldin ham Farg'ona viloyati prokuraturasiga men ko'p necha marta chiqqan bo'lsam e'tiroz bildirmaganman. Chunki haqiqatdan ham dastlabki holatda ham bular adolatli tarzda o'tkazdirishgan. Ayrim qismlarda xatoliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men prokuraturani nima harakatidan norozi bo'lib chiqmaganman shu paytgacha. Chunki meni hozirgi vaziyatimda prokuratura tomonidan noqonuniy xatti-harakat ko'rmadim. Ayrim joylarda bor, kamchiliklar yo'q emas, lekin men bu narsa men norozi bo'lishimga sababchi bo'la olmadi. Endi hozir ham meni umidim borki, mana hozir eshitdik, demak hozir tergov jarayonlari ekan, endi surishtiruv jarayonlari ekan, surishtiruvlarning yakunida yana sizlar bilan bog'lanib, o'zlarini o'sha yakuniy fikrlarini aytadigan bo'lishdi. Bu narsa birinchi o'rinda prezidentimizning ochiqlik siyosatini ham qo'llagan holatda ish olib borilyapti deb o'ylayman. Albatta. Sizlarga ham kattakon rahmat. Endi faqat shu chiqish qoldi, bu yog'iga hech kimni hozir bir narsa demay turamiz. Bu yog'ini endi tergov hal qiladi. Lekin yakunida yana bitta narsa borki, sizlarda kunuzda ayblab turib, yana o'zlariga jicha yo'l tashlab ketib, agar bunaqa bo'lsa, men singlim deyman degan insonlarga ham yakunida men hali chora ko'rilishini so'rab chiqaman. Hattoki mana yolg'on ma'lumot berib, ommaviy axborot vositasi muxbiri bo'lib ishlayotgan shaxsga ham tegishli tartibda agar vijdoni bo'ladigan bo'lsa, iste'fo so'rab chiqaman agar yakunida. Shu uchun hamma o'ylab gapirsin, o'ylab fikr qilsin, qonunga qo'yib tursin, tergov o'zi xolis oxiriga yetib bersin. Albatta. Kimidir ayblab internetda qandaydir provokatsiya qilib yoki axvatini ko'tarish bunaqangi vaziyatda pastkashlik deb hisoblayman. Bir ayolni qo'pol qilib aytganda etagini tagidan agar axvat ko'tarilib non topiladigan bo'lsa, yaxshisi o'sha nonni topmagan ma'qul deb o'ylayman. Demak, do'stlar, azizlar va qarshi taraflar, barchangizga bitta yagona fikrimni bildiraman. Yaxshisi hozir kutganimiz yaxshi va biz buni yakuniy qarorga siz ham kelmaysiz, biz ham kelmaymiz. Bu yakuniy qarorni davlat organ tashkilotlari nuqtasini qo'yadi va sud o'zini qarori hukmi bilan tamg'ani bosadi. O'ylaymizki, barchasini kutib, ana undan keyin fikr bildirsangiz ma'qul bo'ladi. Shunda yoningizdan fortishka ochib qo'yishingiz ham shart bo'lmaydi. Keyin qaranglar-da, biz Jahongir, o'zi mana siz mana endi bu ishga qo'shildingiz. Biz boryapmiz, joylarda ko'ryapmiz, qonuniy harakat qilyapmiz-da hamma joyda. Biz bitta yoki mashinada yoki bitta kabinetda o'tirib gapirayotganimiz yo'q. Kimnidir g'iybat ham qilayotganimiz yo'q. Biz o'sha ish bo'yicha, yo'nalishi bo'yicha mana kelyapmiz. Bitta o'sha Toshkentdan kelib ketishi o'zi ham oson narsa emas. To'g'ri. O'shaning uchun bilib bilmasdan ko'p valdirilavermanglar, ba'zi bir odamlarga aytyapman. Ana Abror masalasiga yana bitta qaytaman. Non yeyapti shuni orqasidan degan bir fikr bildiribdi. Biz hech kimdan mana sizdan pul oldikmi? Yo'q. Biz yonimizdan xarajat qilib, mana bular-ku 10 martalab kelishgan. Biz mana yonimizdan xarajat qilib o'zimiz keldik. Xolis Alloh uchun. Undan tashqari Abror Muxtor Aliyni men o'sha vaqtda chet elda edim, qo'ygan videolarini ko'raman desam, reklamalar chiqib ketdi. Reklama chiqdi degani uni monetizatsiyasi yoqiq degani. O'zi Abror Muxtor Aliyni o'zi YouTube kanalida pulni shaqillatib yig'yotibdilar. Do'stlar, keling, xolis bo'laylik va o'zimiz haqimizda birinchi fikr qilaylik, o'zimizga qaraylik. Ana undan keyin baralla bir
jarangdor fikrlarni bildiraylikki, boshqalarni qalbiga kirib borsin. Qalbga kirmaydigan fikrlaringizga to'g'risini aytsam, shaxsan bizni tupurib qo'ygan joyimiz bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, do'stlar. O'zingizni ehtiyot qiling va bizni kuzatishda davom eting. Yagona sababi siz bizning kuchimizsiz. Yaxshilikda ko'rishing. Biz inson qadri va ayollar sha'ni ulug'lanadigan huquqiy demokratik jamiyat fuqarolari, islom madaniyatining qadim o'chog'i bo'lgan yurtdagi ulug' avliyolar avlodimiz. Qonunlarimiz inson obro' va qadr qimmatini himoya qilsa, dinimiz iymon va vijdon muhofazasini ta'minlaydi. Biz dunyoviy davlatda iymon lazzati bilan mazmunli hayot kechirayotgan kishilarmiz. Noqonuniy ishlarga diniy motiv berish, noislomiy masalalar kelganida esa qonunni dastaklash, bilingki, munofiq insonga xos illat. Jurnalist sifatida ham, fuqaro yoki blogger bo'lib ham bizning vazifamiz har qanday vaziyatda ham oltin o'rtalikni mahkam ushlashdan iborat. Qaysidir tashkilot yoki shaxs qachondir albatta lavozimidan ketadi. Kimlargadir yoqishga urinish inson tanazzulining boshlanishi aslida. Nozik paytlar bo'ladimi, har qanday holatda ham faqat adolatni qalqon qila olganlargina fitnachilar nayzasidan omon qoladi. Bugun yangi O'zbekistonga butunlay yangicha fikrlovchi, qonunlarni o'z dinini hurmat qilgandek e'zozlovchi chinakam insonlar, chinakam kishilar kerak. Fatvo sifat shaxsiy bildirishga hech kimning haqqi yo'q. Bu yoqimsiz mavzuga biz katta nuqta qo'yishni istaymiz. Ammo boshqalar o'z verguli bilan buyurtmasini amalga oshirishdan to'xtamasa, oxirigacha boramiz. Antikorrupsiya bir narsani eslatib o'tadi. Allohning huzurida va odamlar orasida sharmanda bo'lishni istamasangiz, qoningiz va ongingizni pokiza saqlang. Salomat bo'ling. Антикоррупция.